Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Sizlarga bitta yaxshi yangiligim bor, faqat buni gapini so'ngida aytaman. Xo'p, xabaringiz bor, anchadan buyon ingliz tili onlayn kurslarini olib boraman va barcha darajadagi o'quvchilar uchun guruhlar mavjud. Darslar hozirgi kunda ham ketyapti. Marhamat, qatnashishingiz mumkin va shu bilan birgalikda 8-may kuni 0 dan alfabetdan boshlaydigan o'quvchilar uchun yangi guruh ochilyapti. Marhamat, joylaringizni band qilib, kursga yozilib qolishga ulguring. Va albatta bu kurslar yoshi kattalar uchun, kichkinalar uchun emas. Ana endi yangilikni keladigan bo'lsak, bilasiz, yaqin orada uzoq muddatli yozgi ta'til boshlanadi va shu paytda ko'p ota-onalar farzandlarini biror foydaliroq ilm bilan band qilishni xohlashadi. O'quv markazlariga olib boradi. Lekin o'quv markazlari uydan uzoqda bo'lishi mumkin yoki kimnidir olib borib kelishga farzandini vaqti bo'lmasligi mumkin. Xo'p, mana shunday muammolarni oldini olgan holatda biz bolajonlar uchun ingliz tili onlayn kurslarini tashkil qilyapmiz. Bunda farzandingiz ko'z oldingizda, uyingizda o'tirib, bemalol ingliz tilidan bilim darajalarini oshirishi mumkin bo'ladi va bu kursimiz 29-may kuni ochiladi. Yana ham to'liqroq ma'lumot uchun va qatnashish uchun marhamat murojaat qiling.